Xullas, endigi o'yin mushukcha bilan BMWni AVP. Bu ham AVP mushukcha bilan. Azizmi? Azik AVP. Mana. Voy. Yaxshi bo'ladi. Bu boshidan o'qib bo'lmaydi. Ikkalasi ham yaxshi o'yinchiga o'xshayapti boshidan. Yaxshi boshlab ham oldik buni. Xo'sh. Bom. Yaxshi. Birinchi kilni mushukchamiz ajoyib tarzda olib oldi. Aziz buni qayerdaligini biladi mushukchani. Lekin krisalik qilmoqchiman Aziz. Azik. Afshani o'zini ko'rsatib qo'ydi. Voy. Lekin krisalik qilyapti Azik. Lekin krisalik qiladigan darajada emas. Bu katta turnir emas-da. U 1 millionlik turnir masalan, 1 million gold deyman. Yana bitta chumosi bor, suka. Ziking degani. Bu yaxshi, uncha krisalik qilganlari yo'q Azik. Hazil, albatta hazil. Uy. Mushukchadan ikkinchi kill. MK oldi. Var hisobga olmayman. U MKda qilgan killarni, lekin Deagledagi killini hisobga olsa bo'ladi. Hakerda o'ynash kerak-da baribir. Vajalab. Mushukcha juda zo'r o'ynar ekanlar. Voy, bile. Bu hisobga olinmaydi bu shot. Hisobga olinmaydi. Ana, yana o'ldi. Yana A1 ko'tarib chiqqanda, bilad. Xo'sh. Ramkalarni ko'rsanglar bo'ladi, gold ikkalasiniga ham. Bu degani 110 dan baland. Leveli. Meniki suka 85 mi shunday. Uy! Mana, ko'rib qoldi Azik. Bom, blad. Mana akerda o'ynasa bo'lar ekan u, blad. Lekin 6-4 shot hozir. Yaxshi. Yo, blad. Pizdes. Это пиздец. Oh. Yana blad abrab chiqqan. Xuysining hisobga olinmaydi bu. Pin qanaqasiga bo'ladi, blad? 70 bo'ladi sizlarga, ha? Yo, faqat mendami 150 dan pastga tushmaydigan pin. Bilanda meniki. Shotga qaraymiz, 8-9-4. Nima uchun 6 dan emas 9-4 debsan desanglar, bu MKda qilingan killlar hisobga olinmaydi. 9-4. Endi bilad S1. Voy, bilay S1da ura olmadi. Voy. Oh. Yaxshi. Mushukcha! Voy, blad. Juda zo'r o'ynar ekan mushukchamiz. Bom. Tugadi. Maqtov.
Hazil maqtov tugamaydi. Chunki bular mani obunachilarim, mana shu eng zo'r o'yinchilar. Mana vaqtimiz tugab boryapti va shotlar tengma-teng bo'lyapti. Hazillashdim, bo'ldi, o'yin tugadi. Yutqazdi Azik. Yo'q, qanaqasi tengma-teng? 3 tani shot hisobga olinmasligi kerak edi. MKda. Xullas, mana bu o'yin ham tugadi.